بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ayta, agarda siz urazani tutib, shin ixlos ko'ngil bilan Alloh taolaga ishongan kelish, izgiliklar bilan uni mo'l qilsangiz, oxirinda sizni kuta Alloh taolaning ulug' bo'lagi. Ul butun gunohlardan arinu, ozod bo'lu. Biz shotlana olamiz. Bitta gunohlarimiz qiyildi deb shotlana olamiz. Ammo lekin urazabizning qabul bo'ldimi, yo'qmi? Qo'ya tayanib, nendey amallarga tayanib ayta olamiz-sin? Biz ana Ramazondan so'ng o'zimizni tutishuvimizga qarata ayta olamiz. Agarda biz izgiliklarimizni kundan-kun orttirib, agarda biz yaxshi yoqqa o'zgarsak Ramazon oyidan so'ng, boshqalarga yordamimizni ko'paytib, marhamatligimizni tag'inda orttirib, tug'anlik ilmtani nig'itsak, butun yoqdan yaxshiga o'zgarsak, ul vaqtda demak Alloh taolaning Qur'onda aytilgan amrine to'g'ri keltirib, bizning urazalarimizning qabul bo'luvina bek zo'r ehtimol. Shunga ko'ra hurmatli jamoat, aydagiz tirishik, izgiliklar bilan shu Ramazon oyidan so'ng kunlarimizni, oylarimizni mo'l qilib, adım-adım Alloh taolaga yaqinayirga nasib aylasin. Ham Peygamberimiz ayta, uraza tutishining ikki shodligi bor. Ul birinchisi og'iz ochganda, rizq oshaganda siyinir, shodlanir. Ikkinchisi esa Şuşu tutilgan urazalarının netijelerini ko'rganda tag'inda siyinishlari ko'proq bo'lar. Shunga ko'ra har birimizga de Ramazon oyining ulug' siyinishlarga ega bo'lib, shusha Ramazon oyining qabulligina tab bo'lgan bandalar arasida bo'lgan nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.